Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan o'sha mashinaviy o'qitishda optimallashtirish usullari fanidan chiqarilayotgan video darsliklarni navbatdagisini boshlaymiz. Bugungi darsda bir chiziqli optimallashtirish usullaridan bo'lgan dichotomiy bo'lish usulini ko'rib chiqamiz. Avvalo o'tgan darsni takrorlab olsak, o'tgan darsda biz umumiy optimallashtirish nima haqidaligini o'tgandik. Optimallashtirish bu eng yaxshi parametrni topish, ya'ni asosiy maqsadimiz loss funksiyani minimumga yetkazish. Loss funksiya modelning xatoligini o'lchaydigan vosita. Loss qanchalik kichik bo'lsa, model shunchalik aniq ishlaydi yoki yaxshi bo'ladi. Bizda o'sha ikkita yondosh haqida aytgandik, gradient ishlatadigan va gradient ishlatmaydigan usullar. Bugungi ko'radigan usulimiz dichotomiy usuli, ya'ni gradient ishlatilmaydigan juda oddiy va tushunarli usullardan biri hisoblanadi. Darsda umumiy dichotomiy nima, umumiy algoritm haqida, umumiy bir ikkita misollar ko'ramiz va Python kodini o'rganib chiqamiz va afzalliklari va kamchiliklari haqida to'xtalamiz. Xo'sh, hozirroq nazariyasini aytsak, dichotomiy so'zi umumiy yunonchadan olingan bo'lib, ikki qismga bo'lish degan ma'noni anglatadi. Asosiy g'oya juda oddiy. Tasavvur qiling, siz bir kitoblar javoni bor sizda va o'sha siz bitta kitobni qidiryapsiz. Umumiy olganda siz kitobni qayerdaligini taxminiy bilasiz. Shu taxminiy o'rtaroqda turibdi. Lekin u yerga kitobni qanday qilib topasiz, ya'ni tezda topish asosiy maqsad. Agar o'sha algoritmlash bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, umumiy javobni biladi. Ya'ni biza ishlatadigan eng optimal usullar algoritmlardan biri bu ikkilik qidiruv usuli. Javonni ikkiga bo'lasiz, kitob qaysi yarmida ekanini tekshirasiz. Yomon yarmini olib tashlaysiz va yaxshi yarmida yana shu jarayonni takrorlaysiz. Xuddi shunday dichotomiy usulida biz intervalni ikkiga bo'lib olamiz. Qaysi yarmida minimum borligini tekshiramiz va interval yetarlicha kichik bo'lguncha bu ishni takrorlab boramiz. Xo'sh, dastlab bizga bitta to'g'ri chiziq berilgan bo'lsin. Uning boshi A, oxiri esa B nuqta. Va biz taxminiy o'rtaroqda C nuqta mavjud bo'lsin. Xo'sh, ikkita interval olamiz. x1 va x2 intervalini. Endi x1, x2 nuqtalardagi o'sha berilgan funksiyani qiymatlarini hisoblab olamiz. fx1 hamda fx2. fx1, x2 bu ikkalasini solishtirishimiz kerak, asosiy maqsadimiz. Ya'ni bu ikki nuqtada funksiya qiymatlarini taqqoslaymiz. Agar fx1 kichik bo'lsa fx2 dan, demak 10 yarmini olamiz, ya'ni chap aniqroq olganda chap yarmini saqlab qolamiz. Ya'ni chap yarmini saqlaymiz. C dan narigi tomonni saqlaymiz. Agar fx1 kichik, ya'ni fx1 katta fx2 dan bo'lsa 10 yarmini saqlaymiz. Agar fx2 kichik bo'lsa, ya'ni minimum shu 10 tomonda bo'ladi. Va shu orqali biz yo bir tomonni saqlab olamiz, A yo C oralig'ini yoki C yo B oralig'ini saqlab olamiz. Umumiy solishtiruv asosida. Va undan keyingi amalda o'sha interval 2 marotaba kichrayadi. Masalan, 1000 uzunlikdagi interval 10 ta qadamda 1 ga yetishi mumkin. Ya'ni biz 1000 ni 2 ga bo'lamiz. Umumiy logaritm 2 asosida 1000 bu deyarli 10 ga teng. Ya'ni biz 10 ta qadamda o'z maqsadimizga yetib olamiz.
Xo'sh, algoritm bosqichlari quyidagicha. Birinchi, boshlang'ich interval a yo b ni olamiz. Aytganimizdek, o'rtani topamiz. S teng a + 1 taqsim 2 umumiy o'rta qiymatda. Ikki nuqtadan, ya'ni x1 teng s - d va s ning o'ng tomonida x2 teng s + d nuqtalarini hisob kitob qilib olamiz. fx1 va fx2 ni o'zaro taqqoslaymiz. Boyna yozgan formulamizga asosan biz o'sha eng yaxshi yarmini saqlaymiz. Bu ishni biz to umumiy oraliq intervalimiz b - a, ya'ni kichik epsilondan bo'lgunga qadar takrorlaymiz. Keling, o'sha formulalarni ko'rib chiqaman. Birinchi navbatda o'sha berilgan chizmamiz bor. Bu a nuqta, bu esa b nuqta. Birinchi asosda, birinchi qadamda s teng a + b taqsim 2 ni hisoblab olamiz. Bu o'rta nuqta bizga. Ana endi bizga delta qiymat olamiz. Bu delta qiymatni vaziyatga qarab, masalan, umumiy intervalni o'sha 4 dan 1 qismini olsak ham bo'ladi. Keyin ikkinchi qadamda delta asosida x1 teng s minus delta, x2 miz esa s plus delta. Bu ikkalasi bizga o'sha test nuqtalar hisoblanadi. Va biz mana bu solishtiruvni boshlaymiz. 3-algoritmning qadamimizda agar fx1 kichik bo'lsa fx2 dan, xo'p, yangi interval bizga a yu s oraliq bo'ladi. Ya'ni bizga yangi interval a yu s oraliq. Aks holda, ya'ni fx2 fx1 katta bo'lsa fx2 dan, bu yerda oralig'imiz a yu yo'q, a emas, s yu b nuqtani tashkil etadi. Xo'sh, ya'ni bu shartda bajarganimizda, ikkinchi holatimiz esa bu shartda bajarganimizda bo'ladi. Endi 4-qadam. 4-qadam bu to'xtash sharti. Bu ishni biz takror davom etamiz. Ya'ni bizning amalimiz 3-qadamdan keyin yana 1-qadamga boradi. Toki bu narsa 4-shart bajarilmay qolguncha davom etadi. Ya'ni 4-shart bajarilguncha davom etadi. Ya'ni shartimizda umumiy b - a intervallarimiz ning absolyut qiymati aniqrog'i b - a ni oraliq qiymati epsilondan kichik bo'lguncha davom etadi va oxirida yakuniy javob sifatida biz ya'ni x teng a + b taqsim 2 qiymatni olamiz. Xo'sh, ya'ni umumiy tushuna olamiz. Birinchi sikl bo'yicha biz a yoki chap tomon yoki o'ng tomonni olishimiz mumkin. Masalan, keling, chap tomonni olsak, xuddi shunday yana o'rtada qiymat hisoblanadi. Bu yangisi qiymat va biz yana x1, x2 nuqtalarini bu yerda tanlab olamiz. Xuddi shunday keyingisi bu bo'lsin va hokazo. Xuddi shunday tartibda maydalashib nuqtalarimiz kichrayib boradi. Endi asosiy parametrlar haqida to'xtalsak. Bu yerda delta qiymat nima? Bu kichik siljish masofasi. Odatda 0.01 yoki 0.01 qiymat olinadi, kichikroq qiymat olinadi. Buni olish ahamiyati masalaga qaraladi. Keyingisi epsilon. Epsilon qachon to'xtashni belgilashimiz kerak. Chunki biz aniq nuqtani umuman topolmay qolishimiz mumkin. Biz umumiy, masalan, 10 dan 100
undan 100dan 1 yoki 10dan 1 balki 1000dan 1 aniqlikda hisoblash shu oralig'ga kelganda, ya'ni 1000dan 1 yoki 100dan 1 aniqlikka kelganda to'xta degan amalni qilmasak, u amal oxirgi davom etib ketib qolishi mumkin. O'sha 1000dan 1 yoki 10.000dan 1 qiymatlikdagi aniqliklar bu bizga modelimizga qarab yetarlicha katta qiymatlar bo'lishi mumkin. A va B esa bu o'sha umumiy boshlang'ich qidiruv oralig'i. Minimum shu ichida bo'ladi. Toki biz umumiy intervalimiz kichrayib, ya'ni epsilondan kichik bo'lgungacha davom etamiz. Dichotomi usuli faqat unimodal funksiyalar uchun ishlaydi. Ya'ni faqat bitta minimumga ega funksiyalar uchun ishlaydi. Xo'sh, bundan tashqari bitta qo'shimcha video darsdan chiqarishimiz kerak, ya'ni funksiyalarning turlari sifatida. Bu darsdan keyin qo'shimcha darsdan chiqaramiz. Xo'sh, kelinglar bir misol ko'ramiz. Demak, bizni funksiyamiz f(x) teng x - 3 kvadrat qo'shilgan 2. Bu oddiy parabola shaklidagi funksiya. Berilgan interval 0 dan 6 gacha. Delta 0.01, epsilon 0.1. Vazifa minimum nuqtani topish. Biz bilamizki, javob x 3 ga teng. Chunki x minus 3 o'sha kvadratning minimum nuqtasi. Ya'ni biz umumiy funksiyaning minimum nuqtasini topish uchun nima qilamiz? Hosil olib 0 ga tenglaymiz. Hosil olib 0 ga tenglaganimizda x teng bizga 3 chiqadi. Lekin buni biz algoritmimizni o'zi topishi kerak. Ya'ni biz x teng 3 ni hosil olmasdan faqat dichotomi usuli orqali hisoblab ko'ramiz. Keling, qadamma-qadam hisoblaymiz. Xo'p, avvalo funksiyani grafikini chizib olaylik. Umumiy funksiya parabola shaklida bo'ladi. X minus 3 bo'lsa bizga, demak 3 nuqtada minimumga erishadi. Plus 2 qiymatni olsak, bu minimal qiymati 3 nuqtada 2 ga erishadi. Umumiy parabola shakli quyidagicha. Mana bu umumiy minimal nuqtasi. X o'qini o'sha 0 dan 6 gacha belgilaymiz. 0 dan 6 gacha. 6 gacha belgilay olamiz. Shu x teng 3 miz bizda minimum nuqta. Mana shuni dichotomi usuli orqali topib olamiz. Bu algoritm ham o'sha dichotomi usuli ham xuddi shu qiymatni beradi. Demak, boshladik. Birinchi iteratsiya bo'yicha hisoblaymiz. Birinchi iteratsiya. Umumiy a qiymatimiz teng 0 ga, interval bo'yicha b qiymatimiz esa 6 ga teng. Berilgan misolda a teng 6 ga, a teng 0 ga, b teng 6 ga teng. Deltani qiymatini 0.01 deb qabul qilamiz. Epsilonimizda esa hozircha belgilamay turamiz. Epsilonni kelinglar teng 0. Epsilonni 0.1 qiymatda olaylik. Birinchi navbatda hisob s-ni olamiz. S teng, xo'sh, 0 plus 6 taqsim 2. Javob 3. Ikkinchi qadamda x1 ni hisoblaymiz. x1imiz 3 minus 0.01, ya'ni s minus delta teng bu 2.99 ga, x2miz esa 3 plus 0.1 dan umumiy qiymat 3.01 ga teng bo'ladi. Uchinchi qadamda biz funksiyaga qiymatini qo'yib ko'ramiz, ya'ni f at x, ya'ni birinchi x1 da qo'ysak 2.99 da olib kelaman.
funksiyaga qo'yib hisoblaganimda 2,99 minusdan 3 ning kvadrati plyusdan 2. Plyusdan 2. Endi buni hisoblasak, qiymat 2,0001 chiqadi. Xo'sh, keyingi qiymat f() 3,01 teng hisoblasak 2,99 3,01 ayrilgan 3 ning kvadrati plyusdan 2. Buni ham javobi 2,001. 2,10,001. Taqqoslaymiz. fx1 ham fx2 ham teng. Bu shuni anglatadiki, minimum nuqta o'rtada, ya'ni x1 va x2 ning orasida. Demak, biz har ikki tomondan birini tanlashimiz mumkin. Ya'ni o'sha chapni tanlasak ham bo'ladi, o'ngni tanlasak ham bo'ladi. Keling, interval ya'ni sifatida chap tomonni tanlab olaylik. Masalan, o'sha chap tomon bo'yicha a ning yangi qiymati 0 ga teng bo'laveradi. B ning yangi qiymatini esa chap tomon bo'lgani uchun 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni biz mana bu tomonni tanlayapmiz. Mana shu tomon oraliqda tanlab olyapmiz. Endi ikkinchi iteratsiyani hisoblaymiz. Ikkinchi iteratsiya a ning yangi qiymati bo'yicha 0 ga teng, b ning yangi qiymati bo'yicha 3 ga teng. S ni hisoblaymiz. S teng a plus b taqsim 2 ga. Bu bizga 1,5 ni beradi. x1 da hisoblasak s minus 0,0 ya'ni s minus delta, ya'ni bu 1,5 ayrilgan 0,01 teng 1,49. x2 miz teng 1,5 plyusdan 0,01 teng 1,51. Demak, f(x1) f(x2) ni hisoblab olamiz. f(x1) hisoblasak, qiymati umumiy kalkulyatorda hisoblab tashlasak, xo'p, 4,2801 f(x2) niki esa teng 4,2201 qiymatda chiqyapti. Demak, solishtirsak, bu yerda f(x1) katta f(x2) dan. Demak, minimumimiz o'ng tomonda bo'lyapti. A, B, ya'ni bu qiymatlari bo'yicha 0 va 3. Biz x1 bilan x2 oralig'ida hisobladik. Umumiy mana bu S nuqta edi. Bizga ya'ni bu qiymati 1,5. Hisoblashlarga ko'ra, ya'ni berilgan shart asosida o'ng tomonda ekanligi ma'lum bo'ldi. Ya'ni bizning oralig'imiz yana o'ng tomonda. Umumiy biz necha qiymatligini bilamiz. Bizning qiymatimiz o'sha 3 edi. Ya'ni shunga boryapti. O'ng tomonga boryapti. Ya'ni mana bu 3 ga yaqinlashyapti. Ana endi solishtirdik, bizga yangi intervalimizni olamiz. Bizga yangi interval 1,5 u 3 oraliqda chiqadi. Ho'kizi xuddi shunday 3-chi iteratsiyani yozamiz. Ho'kizi ketaveradi. Umumiy iteratsiyalarni hisoblab olsak, bizga mana bu birinchi iteratsiyani umumiy ko'rinishi, ya'ni iteratsiyamizdan birinchi 2,01 2,01 chiqqan. Shuning uchun biz istalgan tomondan birini tanlab olsak farqi yo'q. Biz chap tomonni tanlaylik, 0 va 3 oralig'ini. Keyingisi mana umumiy intervallarning qisqarishiga diqqat qilamiz. Birinchi biz chap tomonni tanladik. Bu o'ng tomonni tanlagan holat ekan grafikda, ya'ni o'ng tomonni tanladik 3 va 6 oraliqda. Keyin ikkinchi iteratsiyamizda 3 va 4,5 ga qisqardi, ho'kizi 3,75, 3,38, ho'kizi qisqarib boryapti. Biza epsilonni 0,01 deb qabul qilganimizda biza to bu 3,05 oraliqda borib qoladi. Umumiy oralig'i.
ya'ni asl nuqta 3 bu bizga o'sha 3.05 qiymatni qaytaradi. Dichotomiy usuli mana shunaqa tartibda ishlaydi. Yaqinlashish tezligi quyidagicha. Ya'ni hokazo ketaveradi. Bu epsilon grafikda 0.1 qabul qilingan ekan. Shuning uchun bu 3.05 chiqdi. Agar 0.01 qabul qilingan deydi, bu 3.005 qiymatni beradi. Ya'ni qanchalar intervalni epsilonni kamaytirsak, bu bizga shunchalar aniq qiymat beradi. Lekin har doim bizga o'ta aniq qiymat shart emas. Ya'ni yaqinroq bo'lgan qiymat ham maqsadga muvofiq bo'laveradi. To'xtash nuqtasi xuddi mana shunaqa shaklda. Demak, endi o'sha yaqinlashish tezligi haqida gapirsak, ya'ni eng muhim savol nima? Bu qanchalik tez yaqinlashyapti? Bu grafik interval uzunligi o'zgarishiga ko'rsatadi. Ya'ni gorizontal o'q iteratsiya raqami, vertikal o'qimiz esa bu o'sha intervalni uzunligi. E'tibor bering, har iteratsiyada uzunlik aniq 2 barobarga kamayadi. Bu logaritmik shkalada to'g'ri chiziq ko'rinishida bo'ladi. Qizil keskli chiziq bu bizning epsilon chegaramiz. Undan pastga o'tganda to'xtaydi. Ya'ni umumiy biza algoritmimiz to'xtaydi. Ya'ni epsilon 0.1 ga o'tganda. Xo'sh, kerakli iteratsiya sonini qanday bilib olish mumkin? Ya'ni umumiy formulaga ko'ra n teng biz yozdik logaritm 2 asosga ko'ra b minusdan a bo'lingan epsilon. Ya'ni bizning holatimizda n teng logaritm 2 demak 6 yu 0, 6 ayiramiz 0, umumiy 6 bo'lingan 0.1 teng logaritm 2 asosga ko'ra 60. Bu deyarli xo'sh 2064-darajasi, ya'ni 6 ga yaqin bo'lgani uchun umumiy iteratsiyalar soni 6 ta bo'ladi. Ya'ni biz 6 ta iteratsiyada to'g'rilamiz. Agar epsilonni sal kattaroq qilganimizda esa bu 600 qiymat bo'lardi. Bu deyarli 10 ta iteratsiyaga borardi. Hozir biz topganimiz 6 ta iteratsiya. Bu juda ham yaxshi 6 ta iteratsiyada topish. Umumiy berilgan Python kodi xuddi bizning algoritmimiz yozib olingan. Ya'ni dastlab o'sha biz umumiy dichotomiy degan funksiyaga yozyapmiz. Bu yerda f funksiyamizni yozib olamiz. Ya'ni f funksiyamiz bizga tepada e'lon qilganimizda mana bu lambda funksiya qilib e'lon qilyapmiz. Ya'ni x - 3 kvadrati qo'shilgan 2. Biz funksiyani jo'natyapmiz hamda a va b oraliqlarini deltani ko'pincha 0.01 deb qabul qilib olamiz. Epsilon esa 0.1. Yanada aniqroq kerak bo'lsa, buni epsilonni kengaytirishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, formulaga ko'ra, algoritmga ko'ra va qachonki shart to'xtaydi, ya'ni oraliq epsilondan kichik bo'lganda to'xtaydi. Hozir bu yerda biz katta bo'lganda yozganimiz, to katta bo'lgan holatda algoritm ishlab tursin. Kichik bo'lganda to'xtasin. Ya'ni biz o'sha birinchi qadamda s-ni hisoblab olamiz. x1 da s minus delta, x2 s plus delta. O'sha shart bo'yicha x1 kichik f at x2 bo'yicha olsak, ya'ni bu bizga chap tomonda bo'ladi. Aks holatda o'ng tomondan bo'ladi. Ya'ni teng bo'lgan holat farqi yo'q qaysini olishdi. Bu algoritmda biz o'ng tomonni olib ketyapmiz va oxirgi return qiymat sifatida a plus b taqsim 2 ni qaytarib yuboramiz. To epsilon shu mana bu shart bajarilmay qolguncha, ya'ni biz shartimiz ya'ni b va a ni orasidagi masofa epsilondan kichik bo'lgan holatda. Xo'sh, keling turli funksiyalarni ko'rsak, dichotomiy bo'yicha. Ya'ni parabola birinchisi oddiy parabola. Ya'ni f at x teng x kvadrat minus 4x qo'shilgan 5. Bu yerda minimum nuqta x teng 2 ga teng. Dichotomiy bu yerda mukammal ishlaydi.
ikkinchi misolimiz. Ya'ni ko'chirilgan parabola. Ya'ni minimum x qiymat bu yerda 3 ga teng. Yana mukammal dichotomiy ishlaydi. Uchinchisi o'sha absolut qiymat funksiyasi, ya'ni modul orqali topilgan, ya'ni bu v shakliga o'xshagan. Bu nuqtada hosila yo'q, lekin burchak bor. Lekin dichotomiy baribir ishlaydi, chunki hosila kerak emas bizga. To'rtinchisi esa Gauss y chizig'i, ya'ni bu yerda x ayrilgan 1 ning 4-darajasi berilgan. Bu murakkab funksiya, lekin dichotomiy baribir topadi. Yagona shart bitta minimum bo'lishi kerak. Xo'sh. Umumiy afzalliklari va kamchiliklari. Afzalliklari: birinchi, juda oddiy va tushunarli. Hech qanday murakkab matematik bilim kerak emas. Ikkinchisi, o'sha hosila hisoblash shart emas. Biz faqat funksiya qiymatini topamiz, hisoblaymiz. Gradient, Gaussian hech narsa kerak emas. Ko'p funksiyalar uchinchi hosilani hisoblash qiyin bo'ladi ko'p funksiyalarda. Lekin dichotomiy o'sha hosilasiz ishlagani uchun bizga bu ancha afzallik beradi. Uchinchi afzalligi, har doim ishlaydi agar minimum intervalda bo'lsa. Biz uni albatta topamiz. Kafolatlangan yaqinlashish har doim mavjud. To'rtinchi, ishonchli natija va tez yaqinlashish. Ya'ni natija ishonchli va tez yaqinlashadi. Kamchiliklari: faqat unimodal funksiyalarda ishlaydi, ya'ni umumiy minimum nuqtasi bitta funksiyalar uchun. Ikkinchi kamchiligi o'sha ko'p o'lchovda ishlamaydi, faqat bir o'zgaruvchilik funksiyalar uchun ishlaydi. Ya'ni biz modellarimiz ham sun'iy intellekt modellari, ya'ni mashinani o'qitishda modellar faqat bir o'lchamli bo'lmaydi. Oddiy bir o'lchamli bo'lgan modellar uchun chiziqli yo'l ishlaydi. Amaliyotda deyarli kam qo'llaniladi. Uchinchisi, gradient usulidan sekinroq nisbatan. To'rtinchisi, intervalni oldindan bilish kerak bo'ladi. Ya'ni bizga intervalni bilib olishimiz to'g'ri keladi. Lekin bu kamchiliklar katta muammo emas, chunki dichotomiy bu o'rganish uchun eng yaxshi usul. Oddiy, tushunarli va asosiy prinsiplarni yaxshi ko'radi. Umumiy hozirgi kundagi sun'iy intellekt modellari murakkablashib ketgan, lekin biz keyingi murakkab optimallashtirish modellarini o'rganishimiz uchun mana shu dichotomiy usulini avval o'rganib olishimiz kerak. Xo'p, grafikka qarasak ham o'sha dichotomiy usuli 10 ta iteratsiyada topadi, gradient usuli esa 3 ta iteratsiyada topyapti. Gradient usuli nisbatan yaxshiroq usul hisoblanadi. Demak, unimodal va multimodal funksiyalar. O'zim umuman funksiyalarning farqi haqida to'xtalmadik, shuning uchun aytib o'tib ketamiz. Ya'ni shu chap tarafdagi grafik bu unimodal funksiya. Bitta minimum bor. Dichotomiy bu yerda mukammal ishlaydi. O'ng tarafdagi grafik esa bu multimodal funksiya. Ko'p minimum bor. Dichotomiy bu yerda lokal minimumga tushib qolishi mumkin. Ya'ni mana bitta nuqtaga tushib qoladi yoki bunisiga tushib, mana bunga tushib qolsa, mana bu asosiy minimum nuqta biz bormay qoladi. Ya'ni bitta lokal minimum tushib qoladi, balki bunisiga tushib qolishi mumkin. Xo'sh. Shuning uchun dichotomiyni ishlatishdan oldin funksiyaning unimodal ekanligiga ishonch hosil qilishimiz zarur. Yoki biz umuman olganda funksiyalarning turlari bor. Mana shu haqda ham to'xtalib o'tsak, ya'ni funksiyalarning qanaqa turlari bor? Xo'p, bo'sh grafikda yozing. Bizda umumiy funksiyalarning bir qancha turlari bor. Ya'ni qavariq va noqavariq funksiyalar bor yoki konvex deymiz. Xo'sh, qavariq funksiyalar bu mana bu shakldagi funksiyalar bizga qavariq funksiya deyiladi. Xo'sh. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, birinchisi bizda qavariq funksiya, ikkinchisi botiq funksiya. Mana bu bo'lsa siniq qavariq, bunisi esa siniq botiq. Umumiy to'rtta chizmaning bari bizga umumiy qavariq, ya'ni konvex tipidagi funksiyalar bo'ladi. Bu yerda minimumlar odatda bitta bo'ladi faqat. Ya'ni bu o'sha unimodal funksiyaga kiradi.
multimodalga kirmaydi. Qavariqmas funksiyalarga to'xtalsak, qavariqmas funksiyalarga masalan x kub misol bo'ladi. yoki boshqa turdagi funksiyalar misol bo'lishi mumkin. Bu qavariq emas funksiyalar. Bu yerda minimum nuqta mavjud emas ba'zi hollarda yoki bo'lmasa minimum nuqtalar juda ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, mana bunga o'xshagan. Shunaqa. Bu umumiy funksiyalarning turlari edi. Endi umumiy xulosaga o'tadigan bo'lsak, xo'sh, bugun nimalarni o'rgandik? Birinchi, dichotomiy usuli intervalni 2 ga bo'lib minimumni topadi. Ikkinchi, har qanday interval 2 barobar kichrayadi. Bu juda tez. Uchinchi, usul oddiy, ishonchli va hosila hisoblash shart emas. To'rtinchisi, faqat unimodal funksiyalar uchun ishlaydi. Ya'ni umuman olganda asosan qavariq yoki bo'tiq funksiyalar uchun ishlaydi. Asosiy xulosa qiladigan bo'lsak, dichotomiy bu eng oddiy optimallashtirish usuli, u har doim ishlaydi va tushunish oson. Shuning uchun dastlab o'rganish uchun ideal usul hisoblanadi. Keyingi videoda o'sha oltin kesim bu boshqa usullarni ko'rib chiqamiz. Ular ham gradient ishlatmaydigan funksiyalar hisoblanadi. E'tibor uchun rahmat. Bugungi darsimiz shular edi.